Ayrim odamga bolangiz yaxshi inson bo'pti, tarbiya qilganingizga Alloh rozi bo'lsin, solih farzand boqibsiz desa, bu ota uchun dunyodagi eng katta boylik shu. Odam podam bo'lmabdi bolangiz. Bolasini deb ko'chadan gap eshitsa, otaga bundan ko'ra og'irroq holat yo'q. Endi ota o'zi tarbiya qildi-da, nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Undan tashqari qaysi ota o'lmaydi, bilasizlarmi? Bir otaki uni farzandi shu ota xohlagandek odam bo'ldi. Ota bolasini qanaqa bo'lishini xohlovdi. Bola shunaqa bo'lib yetishdi. Mana shu ota o'lmas ekan. Shunaqa otalar bo'lar ekan, tirik bo'lib turib o'lar ekan. Chunki boqqan farzandi ota xohlagandek emas. Bunday otaning farzandi boyaga solih farzandning otasi qabriga kirgan chog'ida ham savobli amallari to'xtamaydi. Bu ota o'zi gunoh qilishdan, savob qilishdan to'xtadi. Ammo farzandini qilgan savobli amallaridan otaga ulush borib turadi. Shuning uchun farzandlarini tarbiyasini zo'r qilgan ota o'lganda ham savob amallari tirik bo'ladi.